Agrobiznesni qishloq hududlarida rivojlantirish. 3-film. Marketing va brending. Agrobiznes treningimizning oldingi qismlarida biz o'z biznesimizni qanday boshlashni o'rgandik. Endi esa kompaniyaning mashhurligini oshirish uchun zarur bo'lgan vositalar va buning natijasi o'laroq savdoni oshirish va foydani ko'paytirish haqida gaplashamiz. Ikki yo'nalishni alohida o'rganib chiqamiz. Marketing bu biznesga raqobatchilardan ajralib turishga va mijozlarning ehtiyojlarini qondirish orqali foydani ko'paytirishga yordam beradigan faoliyat. Branding bu muhim marketing jarayoni bo'lib, u biznes elementlar to'plami orqali kompaniya, mahsulot yoki xizmatlarning mashhurligini shakllantirishga yordam beradi. Marketing u biznesga nima uchun kerak? Marketing har qanday korxonaning, shu jumladan qishloq xo'jaligi biznesining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarurdir. Chunki hozir bozorda raqobatchilar juda ko'p. O'z tovarlari yoki xizmatlarini doimiy ravishda va faol ilgari surish, yangi mijozlarni jalb qilish va shu bilan birga mavjudlarni saqlab qolish zarur. Buning uchun esa ajralib turish muhim. Ko'pincha biznesmenlar marketingda faqat tayyor mahsulotlarni reklama qilish vazifasini ko'radilar va undan bozor tahlili va ishlab chiqarish vazifalari borasida foydalanmaydilar. Natijada kompaniya mahsulotlari maqsadli auditoriyani qiziqtirmasligi mumkin. Bu esa zararga yetaklashi tayin. Professional marketing reklama tushunchasidan ancha keng. Shu bilan birga marketingning muhim vazifasi biznes maqsadlariga erishish uchun kompaniya resurslarini to'g'ri taqsimlashdir. Buning uchun marketing strategiyasi tuziladi. Bu sotishni rag'batlantirish, tovar va xizmatlarni targ'ib qilish, natijada sotuv va foydani oshirishga qaratilgan biznesni rivojlantirish rejasidir. To'g'ri strategiyani yaratish uchun kompaniya qaysi auditoriya uchun mahsulot ishlab chiqarishi va sotishi yoki xizmat ko'rsatishini tushunib olish muhim. B2B marketing, ingliz tilida business to business, ya'ni biznes uchun. Buyurtmachi ham, mijoz ham yuridik shaxs bo'lgan hamkorlik. Ya'ni kompaniya tovar yoki xizmatlarni boshqa kompaniyalarga sotadi. B2C marketing, ingliz tilida business to customer, ya'ni biznes iste'molchi uchun. Bunda kompaniya mahsulot yoki xizmatni yakuniy iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun yaratadi. B2G marketing, business to government, biznes davlat uchun. Bunda kompaniya davlat uchun tovarlar yetkazib beradi yoki xizmatlar ko'rsatadi. B2B2C marketingni alohida ajratib ko'rsatish lozim. Bunda B2C mahsulot ishlab chiqaruvchilari savdoni B2B vositachilari, dilerlar va distribyutorlar orqali amalga oshiradi. Bugungi kunda marketingning ikki asosiy turi mavjud. Offline marketing, mahsulotni internetdan foydalanmagan holda targ'ib qilish. Online marketing, tovar va xizmatlarni internetda targ'ib qilish. Offline marketingning ommabop vositalari, tashqi reklama, shahardagi bosma va raqamli billboardlar, bekatlarni bezatish va hokazo. Tovarlarni brendlash, krujkalar, futbolkalar, shopperlar, bosma materiallar, vizitkalar, varaqalar, stikerlar, jurnal va gazetalardagi reklama, radio va televideniyadagi reklama, jamoat joylaridagi axborot kioskalari, savdo ko'rgazmalari, tadbirlar, seminarlar, forumlarda ishtirok etish. Online marketingda esa universalroq va hamyonbobroq. Shuning uchun uning xususiyatlarini alohida ko'rib chiqamiz. Internetdagi reklama. Bu online marketing vositasi. Tanishtirishga hojat yo'q. Chunki uning mahsulotlari bilan internetdan foydalanuvchi har bir kishi to'qnash keladi. Internetdagi reklamalar deyarli hamma joyda paydo bo'ladi va yana xuddi aynan sizga nima taklif qilishni biladigandek. Va bu tasodif emas. Internetda reklama paydo bo'lishi bilan targetlangan reklama tushunchasi paydo bo'ldi. Target aniq parametrlarni sozlash va e'lonlarni aniq maqsadga, ya'ni belgilangan xususiyatlar, jinsi, yoshi, qiziqishlari asosida kerakli auditoriyaga yo'naltirish imkoniyatidir. Bu reklama byudjetni oqilona sarflash imkonini beradi. Internet reklamasining afzalliklari keng qamrov. Hatto dunyoning boshqa mamlakatlaridagi auditoriyani qamrab olish imkonini beradi. Har qanday byudjet, internetda har qanday reklama beruvchiga joy topiladi. Statistika va moslashuvchanlik
Web tahlil tufayli reklama kampaniyasi davomida ham reklama samaradorligini kuzatish va sozlamalarni o'zgartirish mumkin. Kamchiliklar: yuqori raqobat. Ko'plab kompaniyalar uchun onlayn reklama qulay. Foydalanuvchilarda banner ko'pligi. Reklamalar ko'pligi sababli odamlar aynan sizning e'loningizni payqamasligi mumkin. Faqat mutaxassislar tushunishi mumkin bo'lgan murakkab parametr sozlamalari va tahlil xususiyatlari. Internetda targ'ibotni modulli reklama yordamida amalga oshirish mumkin. Unga qalqib chiqadigan yoki internet saytlarining turli qismlarida mahkamlangan bannerlar yoki posterlar kiradi. Shuningdek, ommabop internet nashrlaridagi promo maqolalar ham targ'ibotning qulay usuli. O'z biznesingiz haqida hikoya qilishning bunday usuli muvaffaqiyatli hisoblanadi. Chunki bu yerda reklama foydali va ko'ngilochar ma'lumotlar bilan niqoblanadi. Bu esa brendga nisbatan ishonch uyg'otishga yordam beradi. Bunday reklama nativ, ya'ni tabiiy deb ham ataladi. Ko'pincha uni sizning buyurtmangizga ko'ra media maydonning o'zi tayyorlaydi. O'zbekistondagi yirik internet nashrlarida buning uchun maxsus loyihalarning butun boshli bo'limlari tashkil etilgan. Qolaversa sizning pulingizga ham yozib, ham turli internet platformalar hamda blogerlarning ijtimoiy tarmoqlarida kontentni to'g'ri joylashtirib beradigan reklama agentliklari ham mavjud. Ijtimoiy tarmoqlardagi reklama bugungi kunda internetdagi eng mashhur reklama turlaridan biridir. Biznesmenlar o'zlarining va boshqalarning sahifalarida reklama xabarlari, video va suratlarni joylashtiradilar. Mashhur blogerlar bilan uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantiradilar yoki ularga brend nomi tilga olingan ijobiy post uchun bir martalik haq to'laydilar. Maxsus yo'nalish bor. SMM, social media marketing deb ataladi. Uning vazifasi ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar orqali brendni ilgari surishdan iborat. O'zbekistonda mashhur ijtimoiy resurslarga Telegram, Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp kiradi. Sifatli SMM targ'ibot uchun content menejeri yollasa bo'ladi. U barcha kontentni matnli yoki vizual, foto, video roliklar, postlar, maqolalar, jo'natmalar va boshqalarni yaratish uchun mas'ul bo'ladi. Ba'zi biznes kompaniyalar chatbotlar yaratadilar. Bu foydalanuvchilar bilan shablon bo'yicha muloqot qiladigan maxsus dasturlar. Foydalanuvchilarning so'roviga ko'ra ular 24/7 rejimida tovar va xizmatlarni taklif qilishlari, buyurtmalarni qayta ishlashlari, tex yordam ko'rsatishlari va mijozlarning fikr-mulohazalarini to'plashlari mumkin. Crowd marketing. Forumlar, sharhlari bo'lgan saytlarda bepul targ'ibot vositasi ana shunday deb ataladi. Uning vazifasi muayyan mahsulot yoki xizmatlarni tavsifi keltirilgan javob tavsiyani e'lon qilish va reklamaga sharh berilayotgandek hisni uyg'otmaslikdan iborat. Shuning uchun ham internetdagi tavsiyalar ko'pincha yashirin reklama bo'lib chiqadi. Agar sizning saytingiz bo'lsa, izlash so'rovlariga saytning munosabatini yaxshilashingiz zarur. Bu SEO optimallashtirish deb ataladi. Masalan, foydalanuvchi O'zbekistonda turshak sotib olish so'rovini kiritadi. Tizim avtomatik ravishda birinchi navbatda eng mos kontentga ega saytlarni ko'rsatadi. SEOning asosiy vazifasi sizning saytdagi quritilgan o'rik haqidagi ma'lumotni qidiruv saytlarining birinchi sahifasiga chiqarishdan iborat. SEO mutaxassislar saytingizni zamonaviy qidiruv tizimlari talablariga moslashtira oladi. Email marketing. Kompaniyani, uning mahsulotlari va xizmatlarini elektron pochta orqali targ'ib qilish vositasidir. Ammo buning uchun siz to'g'ri aloqa bazasini shakllantirishingiz yoki sotib olishingiz zarur bo'ladi. Sotuv rejasi. Targ'ib qilishdan tashqari marketing foyda olish maqsadida tovar va xizmatlarni sotish masalasiga e'tibor qaratishi muhim. Buning uchun xodimlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi sotish rejalari tuziladi. Natijaga erishish uchun ular qanday ishlashi kerak? Qancha tovar sotish zarur? Qaysi davrda? Vazifaga marketing faoliyatini qachon qo'shish darkor? Savdo rejalari qanday va kim tomonidan tuziladi? Yuqoridan pastga varianti. Rahbariyat maqsadlarni belgilaydi va qanday xarajat qilishni o'zi belgilaydi. Keyin esa rejani xodimlarga yuboradi. Pastdan yuqoriga varianti tajribali marketologlar tomonidan qo'llaniladi. Sotuv bo'limi maqsad va vazifalarni ishlab chiqadi, rahbariyat bilan tasdiqlaydi va keyin ular asosida harakat qiladi. Maqsadlar pastga, reja yuqoriga varianti. Bunda rejalashtirishda rahbariyat ham, bevosita ijrochilar ham ishtirok etadi. Rahbariyat maqsad va ko'rsatkichlarni belgilaydi, savdo bo'limi esa harakatlar tartibi va kerakli resurslarni aniqlaydi.
Brendga bo'lgan ishonch va uning tanilishini oshirish orqali eng yaxshi sotuvlarga erishish uchun esa brendingga e'tibor qaratish muhim. Diqqat! Brending. Brending bu brendni yaratish va rivojlantirishning uzluksiz jarayoni. Raqobatchilar orasida esda qolish va ajralib turish uchun brendning to'g'ri qiyofasini va u bilan bog'liq tasavvurlarni yaratish brendingning asosiy vazifasidir. Ba'zi kompaniyalar mijozlarda ishonchlilik, boshqalari oilaviy qadriyatlar, uchinchilari sog'lom turmush tarzi, to'rtinchilari esa obro', hashamat va farovonlik belgisiga aylangan. Shuni yodda tutingki, siz shunchaki mahsulot sotishingiz yoki haqiqiy orzuni sotishingiz mumkin. Masalan, siz uzum danagidan yog' ishlab chiqarib sotasiz. Ushbu mahsulotning asosiy foydasini ta'kidlab, uni ajratib ko'rsatishga harakat qiling. Yog'ning o'zini emas, balki uni qo'llashdan kutilgan kosmetik natijani, tarang va silliq terini, yal-yal yonuvchi sochlarni reklama qiling. Mahsulotingizning ko'rinishi ham shu orzuni aks ettirishi kerak. Bu masalaga ham brending mas'ul. Brendni ishlab chiqish va tuzishda quyidagi elementlarga e'tibor beriladi. Naming yoki nom, brend logotipi, rang yoki ranglar birikmasi, shriftlar, shuningdek shior va qahramon. Naming, brend nomi. Bu yerda asosiy qoidalar quyidagicha. Nom tezda eslab qolinishi, hatto chet elliklar tomonidan ham aniq va oson talaffuz qilinishi zarur. Shior, g'ayrioddiy va ko'zga tashlanadigan shiorlar uzoq vaqt esda qoladi. Ba'zida ular hatto harakatga chorlov bo'lishi mumkin. O'zingizga foydali taom hadya qiling. Logotip brendning boshqalardan darhol ajralib turish imkonini beruvchi rasmlar va shriftlarni o'z ichiga olgan grafik ramzi. Qahramon. Fe'l-atvorga va o'ziga xos jozibaga ega qahramon yaratish, yanada ko'proq e'tiborni jalb qilish va brendingiz bilan barqaror aloqalarni yaratishga yordam beradi. Barchamiz qo'lda emas, og'izda eriydigan shokoladni reklama qiladigan g'ayrioddiy qahramonlarni bilamiz yoki pushti quyon energizerni. Ushbu usullarning barchasidan brend tanilishining 4 darajasi kelib chiqadi. Sizning mavjudligingiz haqida mutlaqo bexabarlik. Shama qilinganda tanish. Iste'molchi sizning savdo brendingizni notanish variantlar orasidan faqat uning belgilari, ya'ni atributlarini ko'rsagina ajratib ko'rsata oladi. Shamasiz tanib olish. Iste'molchi sizning brendingizni birinchi 3-5 raqobatchilar qatorida tilga oladi. Top of mind. Ingliz tilidan tarjimada aql cho'qqisi. Bu barcha marketologlar intiladigan holat. Siz ushbu toifadagi tovarlarning qaysi savdo markalarini bilasiz degan savolga iste'molchi birinchi bo'lib aynan sizning brendingizni aytadi. Brendning taniqliligi kompaniya mavqeini oshiradi. U nafaqat mijozlarni, balki hamkorlar va investorlarni ham osonroq topadi. Brend taniqliligini qanday oshirish mumkin? Biz yuqorida aytib o'tgan marketing vositalari yordamida. Brend turli platformalarda iste'molchilar bilan faol muloqot qilishi, sharhlarda ishtirok etishi, so'rovlar va tanqidlarga to'g'ri javob berishi muhim. Muntazam ravishda o'zini eslatib turadigan brendlar iste'molchilarning kundalik hayotining bir qismiga aylanadi. Bu esa raqobatchilikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Va albatta, hissiy aloqa o'rnating. Odamlar ko'pincha o'zlarida hissiy bog'liqlik paydo bo'lgan brendlarni tanlashadi. Shuni yodda tutingki, brend imidji bir reklama kampaniyasida yoki bir necha hafta va hatto oylar davomida shakllanmaydi. Iste'molchi dastlab tovarga ko'plab tovarlarning biri sifatida qaraydi. Faqat aniq esda qolarli obraz, uni to'g'ri taqdim etish va faol targ'ib qilish brendni aynan o'sha eng o'ziga xos maxsusga aylantiradi.